Moju berasın. Qani, shu yerga. Mana shuni ammamlarga bering. Amma sochdi. Ha, bo'ldi, berdim. Ko'rishayotganda sochiqini soching. Ko'rishmaysizlarmi oyi bilan? Qo'llariga chaqaroq. Bo'ldi. Endi bu yoqqa patta qilamiz. Sizlar kirib ketaveringlar sizlar. Qayerga ketyapti? Unisini ma'volam. Rahatını koruyarak, yani ketmeke farzandlara dolayısı hem şey hem bölgesi bozulmasın. Avval deyman. Mani qizimga. Mana oldim. Xonatga qo'yib qo'yasiz. Men chiqib bu yoqqa chiqmasam bo'lmaydi. Onajonimizni duolarini muborak mahramlarni Alloh dargohiga berganingizga qabul etsin. Ilohim amin. Yaratgan Parvardigorga behisob shukrlar, beadad hamd va sanolar bo'lsin. Alhamdulillah. Bizlarni hosidan ikki taraf aziz qudalarni o'zining yorqin kunlarida to'ylarga shodiyona yetkazdi. Parvardigor olam muborak moh Ramazonlarda ahli xonadonlarga ne'mat ichida eng ulug'i farzand, nabira ato etganiga inshaalloh umri, rizqi nasib Bularni oldim. Ota onasi aql o'qishi dini va diyonatni bergan bo'lsin. Bizlarimiz fayzli, nurli, tarovatli xonadonlarda unib o'sib yetib, erta bir kun shirin tillari chiqib, otam, onam deydigan, yaratgan yeni ibodatlar bilan ham vatanimizga manfaatlar keltirgan oqibat bizlardan bo'lsin. Robbimiz nasib qilib bersin. Parvardigor olam fayzli to'yxona, murodxona, chinnaxonaga nur, rahmat, fayz, ilohi barakotlar yog'dirsin. Xudo andalarimizni oqibatlarini xayr etsin, barakot etsin. Ikki taraf azizlarni to'kilganlarni g'oyib xazonasidan chandon ziyodasidan to'ldirsin. Xudo xolisi erta oldi bahor jiyanimga chaqaloq to'ylariga boryapman. Muborak oylarda duolar qilaman. Parvardigor o'g'lim katta bo'lib uylantiraman. Qizim uzataman. Yaxshi niyatlarni qalblariga tuqqan kelin-kevatarimiz bor. Alloh yaxshi niyatlarni amalga oshirsin. Yaxshi kelin-kuyovlarni Alloh nasib etsin. O'zbegimni fayzli, nurli, tarovatli xonadonga qadam barcha azizlar Parvardigor topganlar shunaqa o'g'il qiz nabiylar abilarni yaxshi kunlar yursin, Parvardigor nasib etsin. Alhamdulillah, bir chet xizmatlarda bo'laveraylik. Yes.